Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilan insonni yo'qdan bor qilib, uningga tabiiy va hissiy hidoyatlarni ato qilgan, uni aqliy hidoyat bilan kuchlantirib, diniy hidoyat bilan barliq mahluqotlardan ustun qilgan Alloh haq subhanahu va taologa cheksiz hamd va sanolar aytamiz. Ondan islomdan iborat mukammal hidoyat bilan osmon zimindagi barliq insi jinlarga o'rtoq qilinib avatilgan Allohning eng oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga cheksiz durud va salomlarni yo'llaymiz. Va Allohning diniga mahkam esilgan, uning payg'ambariga izchil ergashgan barliq ilm ahli ulamolarga Allohdan rahmat va barakatlar tilaymiz. İnsaniyat tarixining har bir zamoniga, bugungi dunyoning amaliy ahvoliga nazar soladigan bo'lsak, Allohning diniga haqiqiy varislik qilguvchi ixlosmand fidoilarni barliq sohalardan uchirta olamiz. Ammo insof bilan xulosalasak, ularning ichidagi hammadan muhim o'rinda turadigan yanada olim ulamolardir. Chunki ular Allohdan eng qo'rquvchilardir. Haqiqiy ahli ilmlar ömrünü bihudi işlarga sarf qilmaydi. Bilginini boshqalardan ayımaydı. Ular oldi bilan o'zi amal qilib turib, sunnatni ihyo qiladi. Maydoni aniq, muhabbat nafrati ro'shan bo'ladi. Allohning diniga aqida bog'lab, bir umr mustahkam tura oladi va bu yo'lda duch kelgan har qanday aziyatlarga sabr taqat qila oladi. Ular oysiz kechalardagi yulduzga, suvsiz cho'llardagi karizga o'xshash hamisha boshqalarga umid beg'ishlaydi. Ular bir nurdurki, jaholat qorong'uligida o'chmaydigan. Ular bir soqiydirki, ruhlarining chanqoqligini qondira oladigan. Ular mahir tiyublarki, haqiqat o'gutlaridan singishlik bayonlarni chiqarib, ruhlarini davolaydigan. Ular bir antenna munarg'iga o'xshaydi-ki, aqida chastotlarimiz qalaymaqallashganda haqiqat to'lqinlarini suzib elib, qalb qobulluğucularımızga ulab beraleydigan. Ana qarang, hadislar nadanning 1000 yillik ibadetidan olimning 1 soatlik tafakkuri vazn jihatda ortiqdir devassa. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ular bilan boshqalarning farqi Allohning payg'ambari bilan odatdagi kishilarning farqidan cho'ngdir. Haqiqatan olim ulamolar payg'ambarning varislaridir deb iqror qilyapsa, biz nimami deyalaydik? Shundoq jaholat zulmati qoplagan yerda algi yo'ruqliq ko'rsatib beradiganlar mushular. Hayotning lazzatini nafsidan izlab oldinayotganlarni ilohiy hidoyatga yetaklovchilar mushular. Hatto botil aqidalarning buzg'unchi talvalarga hech bir aymanmasdan dodil tanbih beralaydiganlarmi yana shu olim ulamolar emasmi? Mana qarang, Allohning vahiysi to'xtagan, payg'ambari olamdan o'tgan, tog'utlar kuchlanib, bugünkidek to'salg'usiz imtiyozlarga erishgan zamonlardami huquqdorlarning eng qo'rqidigini yana shu olim ulamolar emasmi? Nurg'un kishilar ahli ilmlar haqida har xil so'z cho'chaq qilib yurdi. Demisimi, islomiy xilofatning va shariat qonunlarini ijro qiluvchilarning yo'qligidan foydalanib, olim ulamolar sepiga so'qinib kirib olgan soxtalar va kitob yutib olgan eshakka o'xshash nafsiga qul munofiq shaytonlarmi yo'q emas albatta. Ammo manmanlik, hasadxo'rlik, riyokorlik qilmaydigan haqiqiy taqvo olimlarmi hil ham oz emas, ham mangu davomlashadi. Agar aramizda olim ulamolarimiz bo'lmasa edi, nodonlikning hasrati dillarni o'rtigan bo'ladi. Acaba bizning musulmon qavm bo'lib yashayotganligimiz Allohning rahmati va olim ulamolarimizning ajr mehnatidan emasmi? Shak shubhisizki, ularning mavjudligi Allohning rahmatidandir. Haqiqatan har qanday bir qavmdan, har zamon va har makonda ularni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan to'squchi, kafirlarga azob, mu'minlarga mangulik jannat bilan xush xabar berguchi elchilarni o'ksitmaslik Janobi Allohning Rahman taololik sifatiga xos irodasidir. Salam sizlarga ey Allohning hurmatli bandalari. Salam sizlarga ey payg'ambar varislari.
Salom sizlarga ey ummatning fidokorlari. 10 necha asrdan beri islom bilan yashab kelayotgan bir qavmning ixlosmand musulmonlaridan sizlarga oliy ehtirom. Bir 1993 yili 6 ayning 19 kuni kecha tarixning alohida ishlar yilnomasiga yangi qurlar xotirlandi. Poskam nahisidan Qarg'iliq nahisiga chiqqan musibat xabari diyorimizning barliq bulung puchqoqlariga qadar chaqmoq tezligida tarqaldi. Kishilar ixtiyorsiz ko'zlariga yosh oldi. Dillar ochiq o'rtandi. Lavlar titrab, tillar duoga yo'tkaldi. Qo'llar Allohga iltijo qilib igiz ko'tarildi. El ichi ajoyib tuyg'ularda chayqaldi. Nahiya pichirlamoqda, zimin ig'irlashmoqda. G'alchilar va muxlislar tinimsiz tipirlamoqda edi. Yo'llarda qatnash, ko'zlarda liq yosh iqin olmoqda edi. Chunki bugun ahli ulamolar ichidagi bir cho'lpon o'chgan favqulodda motam kuni edi. Bugun ilm o'g'inish ishtiyoqida qush cho'jisidek vichirlayotgan necha ming diniy o'quvchilar kuyimchan ustozidan ayrilgan edi. Tong yo'rug'anda hech qachon bugünkidek birli vaqtda muncha ko'p mehmonlarga sohibxon bo'lib boqmagan nahiya bu rahmatlik mo'tivarning shon sharafini yangidan ko'rayotgandek qilyotdi. Yomg'irdak duo va salomlar osmon zamindan yog'moqda. Xalq saldak oqmoqda. Uning qaynimiga cho'kkan jinoza vidolashish namozini taqazzolik bilan kutmoqda. Saldak iqiyotgan odam dengizga aylangan jamining yangratqularidan pig'onliq marsiya anglanmoqda. Hürmetki sazavar ustozimiz Abdul Hakim Mahsum Hacim miladi 1925 yili diyorimizning Xotan viloyatiga qarashliq Gumi nahiyasida dunyoga kelgan. 1940 yili Qashqar xonliq madrasasida shu davrning dongliq ustozlaridan Shamsiddin Damullam, Hashimoxun Damullam, Imin Axunum Mavlaviy Damullam qatorliq katta olimlardan ta'lim olgan. Uzluksiz tirishib, qisqagina vaqt ichida Türkiy, Farisi va arab tillarida o'tiladigan hadis ilmi, qonun, siyosat, tarix, coğrafiya, geometriya va astronomiya qatorliq diniy va ilmiy fanlarda muntazam tarbiyalangan. Bo'libmi islomning murakkab fanlaridan fiqh va tafsirshunoslik, klassik adabiyot va jamiyatshunoslik sohalarida ko'p taraflama bilim egallab, milodiy 1946 yili a'lo natija bilan o'qishni tamomlagan. Ustozimiz Abdul Hakim Mahsum Hacim zihnining o'tkirligi, asti tutish iqtidorining favqulodda yuqoriligi va yuksak mas'uliyat tuyg'usi bilan tirishishi natijasida diniy ilmlarda voyaga yetib qolmasdan vatan xalqining taqdiriga zich munosabatlik bo'lgan tarix bilimlaridami atrofliq izlangan edi. U tarixiy voqealarning vaqti, o'rni, sababi va aloqador shaxslarning kimligi, tavalligi ham turlik alohidaliklari, shundaqla ularning ijobiy va salbiy ta'siri qatorliq taraflariga qadar sonliq va dalillik ma'lumotlarni yodlab qolmasdan, shu chog'dagi adabiyotning yuqori pallasi hisoblangan Navoiy, Saidi, Shirozi, Huvayda va Mashrab qatorliq peshvolarning kitoblarini yodi elib, hammani hayron qoldirgan edi. Pidakar ustoz Abdul Hakim Mahsum Hacim ilm bilan amalni tang tutib, bir ömür o'qitish bilan shug'ullangan 68 yillik hayot musofasida son sanoqsiz iz bosarlarni yetishtirish orqali vatan xalqimizning islomiy gullanishiga alohida kuch qo'shgan va xalqimizning 1000 yildan beri davom qilib kelayotgan diniy an'anasiga haqiqiy varislik qilgan vafodor sarkarda edi. Nadallar tarafidan nohaq zulm chekkan, bir ömür zulm tahditlaridan qutulolmagan, hatto turmalarga tashlanib uzun yillar xorlangan bo'lsa-mu,
e'tiqodida mustahkam turib, bir umr pok yashagan va barlig'ini vatan xalqining hidoyatiga beg'ishlay olgan mujohid polvon edi. Ustozimiz Abdul Hakim Mahsum Hajim haqiqatan yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, g'ayvatxo'rlik, tamaxo'rliklardan yiroq qochadigan taqvodor mu'min edi. Darslarni tushunishlik, tartiblik, keng doiralik qilib o'talaydigan, so'rag'anni qanoatlandira oladigan iqtidorli ilm ahli edi. Uning kamtar va xushfe'illigidan masala so'rag'uvchilar qiynalmaydi. Kichik bolalar tortinmaydi. Ayollar o'ng'aysizlanmaydi. Ustozimiz Abdul Hakim Mahsum Hajim kitob yuzida olim bo'lib qolmasdan balki yetishgan notiq edi. Uning juma xutbalarida va butun yezi qishloqlarni aylanib yurib elib borgan sayyora da'vatlarida butun yurt ahli ba'ayni ansorilardek vatanning har qaysi joylaridan kelgan Uyg'ur, Qozoq, Tatar, Tojik taliblarni yotadigan uy, yeydigan osh nonning g'amidan xotirjam qilib, ilm talab qilguvchilarga islom muhojirlari erishgan ne'matlarning ta'mini his qildira olgan edi. Biladiganlarga qoyillik bilan, bilmaydiganlarga hayronlik va iftixorlik tuyg'usi beg'ishlayotgan bu marsiya orqali ajoyib hissiyot bilan anglatilayotgan marhumning qisqacha tarixi hammaylarning dillarida iftixorlik naqshlarni chekmoqda. Aralab ko'tarilayotgan yig'izorilar, qayg'u hasrat va ig'ir uhsinishlar ilikidagi duoyi takbirlar unutilg'usiz hayajonga cho'mdirmoqda edi. Haqiqatan bo'ladigan ziroat ko'kidan ma'lum degandek, bu olimlik surati oshkorlangan, payg'ambarga voris bo'lish sharti hozirlanib, o'lima atalgan son-sanoqsiz ilm xumarlarni islom bilan qanoatlantirib, to'kpikor bog'van bo'lgan unumlik xizmatlari bilan barliq ahli ilmlarning itrof qilishiga erishib, jamoat arbobiga aylangan bu odam Allohning Sharq Turkiston qavmiga avatgan sonsiz solih bandalari qatoridagi mas'uliyatchan musulmon edi. Ömür bo'yi tirishib ilm hikmat o'rgangan va o'rgatgan, islom hokimiyati uchun zarur bo'lgan vatan mustaqilligining muhimligini haqiqiy tushunib yetib, amaliy izdinish yo'lida 20 necha yil zindonlarga mahkum bo'lgan, shundaqdimi e'tiqod maydonida tavranmay, shonliq hayoti bilan hammamizga ulgu bo'la olgan, hurmatga sazovor bu mo'tvar, ig'ir sinoqlarda tavlanayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik ustozi edi. Xuddi otasi va ajdodidek el yurtning nurli quyoshi edi. Marhumning otasi Abdujalil Damollammo tunulgan o'lima Abdullah Mufti Hajimning o'g'li bo'lib, ular necha avlod tarixga ega ahli ilm jamoatining oxirgi namunalari edi. Bu pidokor ota bolalarning shonliq hayot musofasi umrga xitob, o'limga javob berib kelmoqda. Abdul Hakim Mahsum Hajimning otasi Abdujalil Damollammo haqiqatparvar va taraqqiyparvar tangdossiz olim bo'lib, milodiy 1896-yili Xotan viloyatining Gumi nohiyasida dunyoga kelgan. 16 yoshigacha oilasida tarbiya olgandan keyin dongliq olim, atoqliq shoir, tunulgan tiyib Mavlana Husayn Tajallining va buyuk islohotchi, to'kpikor olim Abduqodir Damollamning shogirdi bo'lgan. 1930-yili o'qishni tamomlab, Damollamlik unvoni bilan yurtiga qaytib, ma'arif va da'vat ishlari bilan shug'ullangan. Yurt ahlini nadonlikqa, xurofotlikqa, mustamlika va bosqinchilikqa qarshi safarbar qilib, muqaddas jihodiy kurashlarga fidokorlik bilan qo'mondonlik qilgan. İnqilobning mevasi bo'lgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining echinishlik mag'lubiyatidan keyin o'g'li Abdul Hakim Mahsumni birga elib chet elga hijrat qilgan va bu muhojiratdagi 3 yillik hayotida Hindiston, Arabiston, Misr va Turkiya qatorliq islom diyorlarini aylanib, ko'plagan ahli ilm, olim ulamolar bilan fikrlashgan. Qoyil qilarlik bilimi bilan alohida izzat hurmatga va xotirjam hayotga erishadigan bo'lsa-mu, vatan xalqining duch kelayotgan qismatlaridan o'z-o'zida his qilgan yuksak mas'uliyat tuyg'usida 1937-yili yuksak g'oya maqsadlarini nishon qilib, o'z majburiyatini ado qilish uchun qaytib kelgan. Ammo Allohning irodasi shundoq bo'lsa kerak. Bu himmatlik ota bola Xitoy tajovuzchilari tomonidan tutqun qilinib,
otasi Abdujalil Damollam vahshiylarcha shahid qilingan. Demak, biz xo'shlashmoqchi bo'lgan bu ustozimizning hayoti mohiyatda uning otasi Abdujalil Damollam jamoatining shonliq hayotining iftixorliq davomidir. Shundoq haqni tunigan va iymon islomning mohiyatini haqiqiy tushungan layoqatlik otalarla o'z pushtidan tomgan avlodini o'z hayotining davomi qila oladi. Shundoqla qalbi iymon bilan to'lgan, aqli islom bilan yug'urilgan farzandlarmi ota-ona tuqqanlarga, el yurt va yorallarga, hatto butkul insoniyatga shon sharaf ato qila oladi. Ustoz Abdul Hakim Mahsum Hojimning Allohga bog'langan aqidasi mustahkam, islom maorifining g'albisiga bo'lgan ishonchi qat'iy bo'lg'ach, ummat tarbiyasiga otilib, qon tomirlariga singib ketgan fidokor ruhi vujudining har bir hujayralaridan qaynab chiqqan yuksak mas'uliyat tuyg'usida to'xtamay kurash qildi. U Xitoy tajovuzchilarining sharmandalarcha qilgan zo'rliq zo'mbuliqlaridan, savol so'roq va qiyin qistoqlaridan ömür bo'yi qutulolmagan bo'lsa-mu, hatto nohaq holda 20 necha yil zindonga tashlangan bo'lsa-mu, bozg'an tekkan taqa xanjar bo'pti deb texmi qat'iylashdi. Tajriba savoqlarini yakunlab, izchil olg'a bosdi. Har qanday ahvolda bo'lishidan qat'iy nazar da'vatning fursatlarini qo'ldan bermadi. Hatto uning bilan turmudosh bo'lgan mahbuslarning haqni tunib, taqvodor obidlarga aylanganligi, jazo lagerining javri jafosiga parvo qilmay, olimning tarbiyalashi bilan muddati to'shib jamiyatga chiqqan chog'da shu davrning yetakchi insonlaridan bo'lganligimi o'lmas pokitdir. Ana qarang, uning tarbiyasidan nasibador bo'lgan son sanoqsiz qaron notalar vatanning barliq shahar viloyatlaridan tortib, toki yezi qishloqlarga qadar erkin dunyoning porloq cho'qqilaridan tortib, qorong'u zindonning xilvat bulunlarga qadar yiltizlab, hali ham ko'klayotdi. Ulardek sodiq o'g'lonlarimizning tirishchanligi natijasida islom ruhi Sharq Turkiston osmonida chaqnayotdi. Alloh bulardek dinning egalari bo'lmish musulmonlarni bizdan mangu ayirmasin. Amin. Ustoz Abdul Hakim Mahsum Hojim yiroqni ko'rar donoliqidan barliq ixtiloflashuvchilarni ogohlantirib, vatan xalqining ehtiyoji va iqtidoriy taraflariga alohida diqqat qilishni davomli ta'kidlaydi. 90-yillarda bosh ko'targan yangilik tarafdorlari bilan an'anaviy islom tarafdorlari orasida yuz bergan ixtilofda u nihoyat donolik bilan xizmat ishlab, butun Sharq Turkiston musulmonlarini bo'linib ketish tahdidlaridan bir necha qitim saqlab qolgan edi. Ammo bu muborak ustozning vafotidan keyin bir qism nadollarga yuritib berilgan g'arazlik siyosiy chiroqlarda xudini yo'qotgan har ikki taraf ziddiyatlashib, farz bo'lgan ittifoqlik amallarini tark etdi. Sunnat, mustahabga o'xshash fazilat amallarini talash tartish qilib, ichki nizolarni ko'paytirib oldi. Natijada ziyon zahmatlar ig'irlab, dushmanlarning foydasi eshib ketganda bu tajribalik ustozning nasihatlari yana bir qatim namoyon bo'ldi. U bir qism talabchan o'quvchilarga nasihatlarda mundaq deydi: sizlar barliq zihninglar bilan dinga berilinglar. Nihoyat taqvo bo'linglar. Oranglarda qat'iy ixtiloflashmasdan islomning sof ruhini xalqqa aynan yetkazinglar. Va bu yo'lda yo'liqqan barliq qiyinchiliklar oldida tiz bukmasdan dodil holatda menginglar. Shu esinglarda bo'lsinki, bu ummat va bu ummatning bir parchasi bo'lgan Uyg'ur musulmonlari o'z diniga haqiqiy qaytmoqcha hargiz muxarliqdan qutula olmaydi. Shundaqla dunyo va oxirat baxt saodatiga hargiz erisha olmaydi. Shuning uchun intayin savrchanlik bilan bu yo'lda kurash qilinglar. Bilinglarki, haqiqatning dushmanlari qiyomatgacha davomlashadi. Qarang, bu naqadar to'g'ri, naqadar mukammal nasihatlar ha. Uning boshdan oxir ta'kidlayotgani diniy ma'arifni maqsad qilmoqda. Garchi uning yoshlik chog'lari vatanning yaqinqi zamon jihodiy inqilob mezgillariga to'g'ri kelgan bo'lsa-mu, inqilobga bevosita qatnashmay Astriddan hamkorlashgan. Hatto shu davrdagi atoqliq sarkardalarning alohida takliflariga noil bo'lgan bo'lsa-mu,
maarif yo'nalishidan izchil chatnamagan. U nima uchun bu yo'lni tanlagan? Tajriba savoqlar dunyosida tog'dek qad ko'targan ilm hikmatning fazilati, ilm ahlining qadr-qimmati, shundaqla maarifning insoniyatga keltirgan manfaatlarini aks ettirgan doston qissalarda har qanday bir aql egasiga nisbatan yetarli xitoblar bor. Hammamizga ma'lum, 20-asr yolg'iz biz uchunla emas, balki butun dunyo insonlari uchunmi ajoyib qismatlarga to'lgan, insoniyat jamiyatining burilish to'qmishi va yangi bir davrning dastlabki reaksiyalari avjiga chiqqan bir zamon bo'ldi. Bu jarayonda ilgari keyin bo'lib 2 qatim dunyoviy urush portladi. Buyuk Osmoniya islom xalifaligi parchalanib, barliq islom allari yahudiylarning mustamlikasiga tushib qoldi. Xudosizlik fikrlari yamrab, butkul islom ummatining jismiga har xil botil, asossiz e'tiqod va fikrlar kirishga boshladi. Biz ham buyuk islom ummatining bir parchasi bo'lish sifatimiz bilan u qo'rqinchli vabodan saq qolmadik. U chunqur yiroqni ko'rarligi bilan bu vabodan qutulishning birdan-bir yo'lining ilohiy ko'rsatmaga qaytishdan boshqa emasligini bilganligidan bu yo'lni tanlagan edi. U ana shu yo'l ustida butun qiyinchiliklarga bardoshlik berib, tinimsiz minib, oxiri 1993-yili 6-oyning 19-kuni namoz shamga tahorat elib, namozga turadigan chaqda Allohning dargohiga safar qildi. Janobi Allohdan Abdul Hakim Mahsum hojim va otasi Abdujalil Damullah hojimlarning yotgan yerini jannat qilib berishini, qilgan amallarini sadaqa joriya, ya'ni savobi üzülmay yetib turadigan sadaqa qatorida qabul qilishini tilaymiz. Allah ularning minglarcha taliblarini ikki dunyo baxt saodatiga erishtirgay. Ularning orasidan minglarcha mahsum hojimlarni yetishtirib, dinimizning Allah ko'rsatgan prinsiplarini to'liq ado qilishga muvaffaq va muyassar qilgay. Amin.